Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Ulug'bek. Malika bozori A15-do'kondan videomizda. Mana shu bizning telefonlar ancha muncha sotilib ketdi. Ancha kam qoldi. Eski o'tgan kundagi videolardan ko'ra ancha kam qoldi telefonlarimiz. Mana ko'rib turganingizdek SE'lardan tortib 15 Pro Max'largacha bor telefonlarimiz. Bugun shular narxlari bilan rassrochka bilan tanishtirib o'taman. Qanday bo'lmasam ketdi. Bizning Telegram kanalimizga iTrend UZBek ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda har xil yangi telefonlarning narxini qo'yib boramiz. 12 mini masalan, XS Max, 11 Pro mana arzonlardan qo'yib boramiz. Qo'limdagi telefonning narxini ham o'sha yerdan o'tib bilib olsanglar bo'ladi. Xo'sh, birinchi bo'lib ko'rsatgan telefonim iPhone SE 2020. 76 yomkish, 64 tali idealniy holatda turibdi. Korobkalari yo'q. Narxini $110 qilib beramiz. Menimcha hech qayerdan bunaqa narxlarga topa olmaysizlar. Bular naqdga, bular variantga chiqazilmaydi. Keyingi modelimiz iPhone 12 mini. 84 yomkish, 108 tali idealniy hech qayerda alishmagan, hamma yo'q radnoy o'ziniki. $215 qilib beramiz ushbu telefonimizni. Buni boshiga $80 bilan rastochkaga olsanglar bo'ladi. Keyin ikkita XS Max'imiz bor. XS Max'lar. Bunisi $170 bo'lyapti, bunisi $160 bo'lyapti. Bu 256-99, batareyasi alishgan, orqa stiklo singan. Bu 64 tali 71 yomkish, hamma yo'q o'ziniki. Radnoy. Keyingi modelimiz XR, bitta dona qoldi. Bundan ham ko'p edi, sotilib ketdi. 100 yomkishli 256 talilari ham bor edi. 64-78 yomkishligiga qolgan. Buni narxi $170 bo'lyapti. Ulgurib qolinglar. Korobkasi bor, idealniy hech qayerda alishmagan. Keyingi model iPhone 11li. Bulardan ham ancha kam qolibdi. 8 tali, 4 dona qolibdi. 11 64-71 yomkishli, 11 128-78 yomkishli. Bularning o'rtacha narxi 170 dan $220 gacha bo'lyapti. Boshlang'ich to'lov bularga $80 bo'lyapti yoki 1 million so'm. 1 million so'm berib ushbu telefonlarni rastochka olib kelsanglar bo'ladi. Keyin bizda bitta bunaqa telefon ham bor. Google Pixel Fold modeli. Ko'rib turganingizdek, noodatiy telefon. Bundoq qilsanglar katta ekranga aylanadi. Ko'rib turganingizdek. Juda ham ingichka. Kameralari ham zo'r. Hamma Fold telefonlar ichida eng zo'r kamera menimcha shunda bo'lsa kerak. Pixel telefoni mana. Ichi Pixel bo'lib yotibdi, faqat planshet. Bundoq yopasalar planshetga aylanadi. Mana bunaqa joyda singan joyi bor, o'shaning uchun narxi arzon, $299 ga beraveramiz. Ulgurib qolinglar. 12 ga 256 talik. Keyingi modellarimiz 11 Pro'lar. Bulardan ham 2 dona qolibdi. 64 256. Ikkalovi ham korobkali. $240 dan beramiz. Bularga boshlang'ich to'lov $90 bilan olib ketsanglar bo'ladi. 12 oygacha ham qilib beramiz. Boshlang'ich to'lov shartlari oson. Pasport kerak bo'ladi, boshlang'ich to'lov kerak bo'ladi. MIBdan qarzdorligingiz bo'lmasligi kerak bo'ladi. Pastda nomerlarimiz bor. O'tib telefon qo'ng'iroq qilib bizlar bilan bog'lansanglar bo'ladi. Telegram kanallarimizni ham qoldirganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi model 11 Pro Max'lar. $260 ga $270 bo'lyapti. Bularning ikkalovi ham boshlang'ich to'lov $100. Mana radnoy hamma yo'q o'ziniki. Buni orqa krishkasi alishgan, original, zo'r qilib qo'yilgan, sezilmaydi. Любойsa ko'rsa ham sezolmaydi. Keyingi model iPhone 12 Pro Max'lar. Bulardan ham kam qolibdi. 315 ga 256 tali 76 yomkishligi bor, qora. Mana sal kichkina singan. $340 ga 128 tali 73 yomkish, hamma yo'q o'ziniki bor. Radnoy, ideal. Bularga boshlang'ich to'lov $130 bilan 12 oygacha ham xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi modellar iPhone 13 larning o'zi, 13 larimizdan ham kam qolibdi. Mana 13 oqi, 13 ko'ki. $370 bo'lyapti bular. Elva region, chet eldan kelgan, hali O'zbekistonda ishlatilmagan, idealniy turibdi. Xohlasanglar 4 ta sikl, 4 marta zaryadka bo'lgan, batareya yomkisi 100, 128 talik bor. Buni narxini $470 qilib beramiz. Ma'mullarini bularni 370 dan beramiz. iPhone 14 o'zi ham bor. 13 dan pastga hech qanaqa farqi yo'q. $380 qilib beramiz. Korobkali 85 yomkish. Idealniy holatda turibdi. Do'konda garantiyalari ham mavjud. 60 kun garantiya beramiz. Keyingi model 13 Pro'larimiz, bulardan ham kam qolgancha. 82 yomkish 128, 84 yomkish 128, green, ko'k, qora ranglaridan bor. Ushbu telefonlarimizning narxi $450 bo'lyapti. Bularga boshlang'ich to'lov $150 asosida o'sha rastochkaga qilib beramiz.
3 oydan 12 oygacha qilib beramiz. O'sha aytganimdek, pasport kerak bo'ladi, boshlang'ich to'lov, MIBdan qarzdorligingiz bo'lish kerak emas bo'ladi. Idealniy holatda turibdi 13 Pro'larimiz. 14 Pro'lari ham bor. $570 qilib beramiz. 1.888, 1.886. Bularga boshlang'ich to'lov $200. Keyingi modellarimiz 13 Pro Max'lar. Bulardan ham hamma modelimizdan kam qoldi. Ulgurib qolinglar. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib kuzatib boringlar, chunki telefonlar juda ham tez sotilib ketyapti. Xo'sh, 13 Max'larga kelgan bo'lsa, eng arzoni $480 dan boshlanadi. $480 dan $540 bo'lyapti. Mana 480 ga mana buni qilib beramiz. Korobkali 75 yomkisi 256 talik idealniy. Chaqa-chuqa umuman yo'q, qirilgan joyi umuman yo'g'ini qilib beramiz. 480 ga boshlang'ich to'lov bularga $180 bo'lyapti 13 Pro Max'larimizga. 180 berib, mana shu 5 talovni variantga olsanglar bo'ladi. 82, 85, 83 yomkisi balandlari ham bor. Korobkali, bez korobka. Pashta hammasi bizda korobkali. Keyingi modelimiz 14 Pro Max. Sizlarga idealini ko'rsataman. 87 yomkis, korobkali, 1.8 LL, qora rangli, mushkoy rang, такой idealniy holatda turibdi. Narxini $580 qilib beraman. Ulgurib qolinglar. 580 ga korobkali idealniy 14 Max olasizlar. Buni boshlang'ich to'lov $200 bilan rassotchikaga ham qilib beramiz. 14 Pro ni narxida olasizlar. Keyingi modelimiz xuddi shunaqa 14 Pro Max, faqat holati yomon, qirilgan chizilgan joyi ko'p. 82 1.8 korobkali. Buni narxini $510 qilib beramiz. Ulgurib qolinglar. Keyin 215 Pro Max'larimiz ham bor. 256 91 jarigi, 256 va 100 yomkisli. Bularning narxini buni $830 qilib beramiz. Buni narxini 920 qilib beramiz. Ikkaloviga boshlang'ich to'lov $300 berib, rassotchikaga xarid qilsanglar bo'ladi. Mana shu bizning telefonlarda tez narxi bilan tanishtirib o'tib ketdik. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar.